Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Do'konimizga metal kesadigan tarsovka apparatimizdan yetib keldi. Bugungi video obzorimizda shu apparatimiz haqida qisqacha ma'lumot berib, narx-navolari hamda to'liq ma'lumotlari, ishlash jarayonlarini ham video davomida ko'rsalaring bo'ladi. Videoni oxirigacha kuzatib boraverasizlar. Tarsovka apparatimiz 2 kilovatli motorlar bilan jihozlangan bo'ladi. 6500 оборотga ega. Disklarini diametri 235 mm bo'ladi. Metallarimizni xuddi shunaqa holatda qisib, bemalol kesib foydalansalaring bo'laveradi. Ko'rishlaring mumkin. O'zini komplektidan shestigranli ключlari chiqadi. Hamda garantiya qog'ozlariga 6 oygacha garantiya yozib beriladi. Apparatimiz 220 volt tokka ishlaydi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, manzilimiz Qo'qon shahrida joylashgan qurilish texnikalar do'koni bo'ladi. Video tagida ham nomerlarimiz mavjud. Aloqaga chiqib zakaz beradigan bo'lsalaring 12 ta viloyat bo'ylab dastavkalarini qilib beraveramiz. Apparatlarimizni ishlash jarayonlarini ko'rishlaring mumkin. Ma'qul keladigan bo'lsa, bemalol zakaz bersalaring 12 ta viloyat bo'ylab dastavkalarini qilib beraveramiz. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat.